Buqoqni tabiiy yo'l bilan kichraytiruvchi xalqon retsept. Qalqonsimon bez buqoq bilan bog'liq muammolar ko'pchilikda uchraydi. Tez charchash, asabiylik, vazn o'zgarishi, yurak urishi. Siz uchun sodda va tabiiy retsept kerak bo'ladi. 1 stakan maydalangan grechka, 1 stakan go'sht mashinasidan o'tkazilgan grek yong'og'i, 1 stakan tabiiy asal. Barchasini aralashtiring va shisha idishda saqlang. Haftada 1 kun faqat shu aralashmani iste'mol qiling. Bu kunda boshqa ovqat yemasangiz ham bo'ladi. Faqat suv ichish mumkin. Shunday qilib 6 hafta davom eting. Keyin 1 oy dam olib, kursni yana takrorlang. Aytishlaricha, 1-kursdan so'ng buqoq kichrayib, 2-kursdan keyin yo'qoladi. O'zi tekshiruvdan so'ng natijaga o'zingiz ham baho berasiz.